Qisqa va ashaddiy raqiblaridan biri Sicilion uchun gayd. Uning birinchi skilli shunaqa katta ko'rshapalak chiqaradi va dushman tarafga otadi. Uni otgan payt o'zining yurish tezligini 30% ga 1 sekundga tezlashtiradi. Har birinchi skillni otganingizda orasida 6 sekunddan ko'p vaqt o'tkazmasdan otganingizda uni mana sarfi har safar 1.5x ga oshadi va bu 4 ta stackgacha to'planadi. Ikkinchi skillga keladigan bo'lsak, uni berganingizda dushmanni oldida va orqasida shunaqa tishlar hosil qiladi va dushmanni o'rtaga yig'ib qo'yadi. Yig'gan paytda ular 1 sekundga stanga tushiradi. Ultasini bosganda Sicilion sekin-sekin kamayadigan 60% lik movement speed oladi va 1.5 sekundga sekinlashtirishga qarshi immunitet oladi. Ultasini bosganda 36 ta qonli energiyalar sekin-sekin chiqib, raqibdan davomiy magический uron oladi va bu narsa faqat ultangiz radiusidagina ishlaydi. Har ultangiz teganda yo'qotilgan HP'ingizni 1% va 15 HP to'latib beradi. Passiga ko'rayotgan narsangiz bo'lsa, uni passivkasi va sizdan qancha uron chiqishi aynan shu passivkaga bog'liq. Har skilllaringiz bilan raqibga uron berganingizda u bitta stack olishni boshlaydi. Har bitta stack sizni maksimal ma'ningizni 15 ga oshiradi va har safar skillingizni to'g'ri ishlatganingizda har bitta stack uchun 10 mana tiklab beradi. Sicilionda juda ko'p mana va juda kuchli mana regeneratsiyasi mavjud va undan chiqadigan uron uni maksimal manasi bilan o'lchanadi. Shunaqa foydali videolar o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Sicilion uchun sug'urka bo'lsa Telegram kanalimda bo'ladi.